ikkinchi novdadan bakini mana. Mana bu birinchidan ko'mishga ham oson ozgina turpon bilan ketaveradi. Lekin mana bu yana yilga birinchidan mana bu uchun zapas. Ikkinchi mana qorazan uchun zapas. Bir narsa bo'lsa ketadi. Endi qarang, mana keyin kelyapmiz mana. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, mana yerda nima bo'libdi? Uzun bo'libdi mana. Uzun shu yerda turibdi mana. Mana shu oralida turibdi. Keyingi uzun mana. Ko'rdingizmi mana? Mana unda yo'q mana. Mana yo'q, mana endi uzun turibdi mana. Ikkita yaqin joyda. Ha, ikkita yaqin joyda uzun turibdi mana. Ko'rdingizmi? Bizga yana keram uzun mana. Keramisi menga yetkazib mana. Hozir nechta uzun bo'ldi? 3 ta uzun bo'ldi. 3 ta yo'q degan odam belgini qo'yib qo'ysa, 3 ta uzun zakonni turibdi mana. Bu ketdi mana. Mana shu bilan ko'nglingiz mana ko'rdingiz, barg уже quyoshdan zararni olish boshlagan uchun tashiyapti. Kerak emas deydi, o'zini himoya qilyapti. Endi mana nargisiga o'tdi mana. Bu ham xuddi o'zi nima qilaman? Zapas. Mana buni nimaga? Mana hosilga mana ko'rdingizmi mana? Mana ketdi. Endi mana yerda qarang, mana shu yerda rosa chiroyli mana qarang. Hammasi bir-biridan go'zal. Ha? Mana Maldapa. Siz men o'rnimda bo'lganda nima qilardingiz? Birinchisi mana shundan kechardim mana. Yana nima uchun? Zapas. Menga u aytdimki, uzunni ko'paytirish yo'li oson. Mana buni zapas. Endi bunichi chiroyli qilib qaydan kesaman? Mana bag'ini yaxshi ko'rmagan uchun kesib qo'yapman. Ati o'sha 3 ta uzunga mo'ljallab 5-7-gacha kesaveradi mana. Bo'g'in. Sababi bu keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hormat. Sizni chaqiraman. Yomon mana kesdi mana. Endi mana qarang. Hozir men shu yerga o'zim 3 ta zapas qo'ydim. Mana yetadi. Endi qarang. Bu normalni hosilga ketdi. Endi buni qarang, bunichi. Bu haqiqiy hosil beradigan. Sizga 3 yosh, 4 yosh mana. Ketaveradi. Bemalol mana sizniki. Uzun yesang, uzun yeysan, ha? Uzun kessang, uzun yeysan. Shu naql bor narsa buni. Kim o'rgatsa g'aybillarga deb tekshirib keladigan g'aybillarga o'zi kelib ko'rsatib ketdi. Mana unga nisbatan mana sal nimaroq bir ko'z uzunroq qilib kesaverasiz. Endi mana bu ham nimaga mana oldin kesib o'raylik, keyin ko'ramiz, ha? Holatini. Mana bu ham juda doda. Turqi pishganini qarang, zo'rligini mana. Ketaveradi ikkinchisigacha. Endi ko'rasiz mana shu yerda mana. Demak 3 ta 4 ta qoldi. Ortig'i yo'qmi, bormi o'zingizga savol beraverasiz. Agar ortig'i ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana uni yoshartirishingiz. Bitta ortig'i bor ashaydi. Mana ko'rdingizmi? Mana tiqilib qolyapti. Shuning uchun men oldin kesyaptirim. Mana ko'rdingizmi? Mana uchalasi normalni beradi. Mana bu nima qilyapti? Mana ko'rdingizmi? Mana. Buni bundan qilib turib, bitta u g'aybillarga o'xshaganlar so'rasa deb turib, bitta qalamcha qilib qo'ysa mana. Qalamchani ham keskanda uzun qilib kessang, mana kurtakka teskari qil mana. Mana bu 1 metrlik hovonlik ko'chat sifatidagi qalamcha. Nima kishiga berasiz? Bundoq qilib ko'madida mana shundan 2 ta ko'z yo bitta ko'zni qoldirib ko'chat ketadi. Mana bu bo'ldi, qutuldik. To'g'rimi? Mana demak, buni ham kesamiz. Navbatdagisi mana. Navbatdagi ham xuddi shuni o'zidan. Mana. Qaysinisi oldin kelyapti? Demak, mana kelyapti. Endi qarang. Ikkalasi ham nima ekan? Nimjorroq ekan, ha? Men buni yangilab qo'ysam bo'laveradimi? Qo'rqmasdan, ha? Chunki achchiqlarga bir joyda ko'p qolyapti mana buni. Kerak odam. Endi mana. Buni qaysinisi zo'r? Bu qizig'i yo'q menga. Chunki bu nima bo'lyapti? Zapas bo'lyapti. Mana o'sha mana xohlagan yeringizga mana kesib olib, atini ko'rib qo'yadi. Bundan qutuldi. Endi mana qarang, mana. Demak, mana bu yerda. Mana uni tozalab ketdik. Hozir tozalamaslar, bu cho'katmoq yara, chaka. Shuni bitkazaman deb ozuqani beraveradi shu. Managa beradiganlar to'xtatib qo'yish shuni qiladi. Mana. Ko'rdingizmi mana? Juda chiroyli qilib, oxirida bemalol bu ketaveradi mana. Bu ikkita ko'z aka-baka bo'lishi mumkin deb. Mana. Endi mana. Abdulha. Endi qarang mana bu demak normalni mana kelyapti. Ammo bu ham mana kesildi.
Endi mana berdik ekan mana. Bunichi buni mana zo'r. Ha? Bunga nisbatan bu Nimjon. Nimjonni ham uzun beradi, ham zapat beradi. Mana bu bag'ini hozircha mana shu yerda mana. Endi bo'shunki bitta ko'z mana ko'ra yoshatib qo'yishingiz tabuna. Endi lekin mana bunga nisbatan albatta nima bo'lishi kerak? Asrof bo'lishi kerak. Ozuqa bir xil taqsimlanadi. Asosan shu kesish tartibi ilgari qanday bo'lsa, oldinda hozir ham shu. Faqat bitta narsa sizlarning yutug'ini qorazayni kamaytiryapsizlar. Uzunni sal yoshartirgansizlar. Ya'ni 45 yoshlik uzun demaydi buni. Aslida shu 45 yoshga kirdi-da. Bu sizlarning yutug'ini, lekin har yili tog'ni yoshartiraversangiz uzun kamayaveradi. Bu qorazayndan chiqadigan narsa. Bu yil mana uni mana kirami, foydalanaylik, yana bizga o'rnidan yoshartiradi. Boriga qarab turdi, boriga bo'ldi. Unaqa algi o'zimiz nima bilan bo'lmaydi. Qorazan qaygacha turish kerak asli? Asli mana qarang, mana shu haqiqiy toshda 4 dona o'ng tomonda, 4 dona chap tomonda qorazan bor. 8 dona qorazan degani mana. Ko'rdingizmi? Bitta qorazan degani surq sanang. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta. O'rtacha 8ta turibdi. Bitta qorazan. 4tasi 32ta. Adayam 32ta, 64ta degan. 64 da o'rtacha hisoblangan 7 dan kurtak bo'lganda 450 ta kurtak. 500 ta kurtak qo'ysangiz 50 kilo uzun naq bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Umumiy 2 ta 500 ta. Ha, umumiy 2 ta 500 ta, 550 ta, 60 ta, 600 taga qadab uradi. Sababi to'xni nimasi qiladi. Endi o'sha ko'p uzun olaman deb yukni ham haligi bosib qo'ysangiz ham charchab qoladi. Mana sizni tokingiz hozir rosa o'tda. Rahmat sizlarga pishirganingiz uchun. Surq rosa pishganda. Lekin ozgina aytibki, Abdulla aka ozgina o'g'itni kamroq bergan deyapti-da. Ham bermagansiz. Prosta berish vaqti qanaqadir o'zgarganda. Shuni hisobiga ko'rasiz. Bo'lmasa mana eng zo'r tana mana shu. Bundan ortig'i erkalar ketadi. Bundan kami qiladi mayda boshqa. Standart qiladi maydaroq qiladi. Mana shunaqangi novda mana ko'rasiz mana. Mana ko'rasizmi? Bu standartda zo'r. Mana ham shu ekan. Ha, xuddi ko'rasiz o'sha. U mana shu sizga beriladi. Mana shunaqa qilib ketiladi. Xo'p, endi mana tagiga keladigan bo'lsak, mana bu turibdi-ku mana, Abdulhay. Buni nimaga kelsangiz, Maldapa aytingchi. Farzandlaringizdan nima qilmang? Men sizni so'roq savolga solib qiynayotganim yo'q. Prosta farzandlaringiz sizdan ham kuchli biladi. Lekin buni nimaga kelsangiz mana. Yo'q, bittasini ham zapasga qo'ymang buni. Ikkalasini ham, ikkalasini ham bittasini birinchi simdan kesing, birinchidan ikkinchi simdan kesing. Mana tagidagina birinchi simdan kesing. Mana ikkinchi simdan. Bu kelajakda qorazanga aylanadi. Bu sizga yana qo'shimcha uzun beradigan bazaga aylanadi. Siz buni hozir bittasini kessangiz, birinchidan menaga kesganingizda, mana mashidan kessangiz ko'mishga qiyin bo'ladi. Ikkinchidan bu yana ham yalang'ochlanib qolishi mumkin. Shuning uchun mana birinchisini sal kaltaroq, birinchisidan ham mana uzunni olib turib mana. Ko'rdingizmi? Yoki mana uzunni qoldirib kesdim mana. Ikkinchisi mana. Mana ikkinchisini yetadigan qilib, buni ham qorazanga aylantiring, ham uzun oling. Mana shunday qilib foydalanib qo'ying. Mana boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunday qilib kesish stili bir xil mana. Mana ko'rasiz mana hozir qaysi mana mashina yuk hozir menga ko'proq ketganda xolos ko'proq ekan, to'g'rimi? Mana bu kishi nima bo'lyapti? Tushkunlikka tushib ketaymi qolaymi deb turibdi. Buni alohida qilib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mana uni ham mana qarang, mana birinchisini albatta birinchisini qanaqa holatda bo'lsa qo'rqma kesavering. Nimaga? Hosil. Agar nima bo'lsa, nima qaraysiz. Kesyapti, nima ko'rasiz. Mana uni mana hosil mana ham ketyapti. Bu ham o'shaning o'zi. Agar vaqtda mana ikkalasi normalni bo'lsa, mana normalni ekan. Mana undoq qilib atashadi. Mana yo'q bo'lmasa mana uni ko'ring. Mana unga nisbatan mana ko'rdingizmi? Mana. Aqni o'sha bilganlar kesib qo'yadi. Kesish prinsipi shu. Ortiqcha narsa yo'q bu yerda mana. Boshqa gap yo'q mana ko'rdingizmi? Mana chiroq olib tur. Mana uni qarang, ham hosil ham mana
ham hosil ham uzun. Mana buni qarang, mana uzun. Zakonni tevadan mana. Ha? Men ko'zimga yaxshi nima qilmagan uchun o'shaning uchun nima qilyapmiz. Rahmat, shunchalik ko'rib turibdi ham mana. Bilasizmi mana? Ketaveradi. Mana uni qarang mana. Bo'ladimi? Mana. Mana. Sababi ham yengil yoshartiryapsiz ham yengil bunga nima beryapsiz? Ana, mash xolos. Nasıl? Abdullah. Bitta savol borda. Hop. Mana ayrilib turibdi-yu. Ha. Mana bu yerda ayrib chiqqanmi? Hop. Mana men o'zimcha eslab bilmaydimda, mana boshlangan joydan 1 bo'g'im, 2 bo'g'im iloji yo'q, mana to'rtta to'xtatish kerak degan nimada kesardim mana. Chunki buni ham qo'ysangiz, mana shu yerdan 5 tadan surishsa tiqilib mana ip hozir bo'lyapti-da. Shu mana shu yerdangacha bitta bo'g'im, ikkita bo'g'im обязательно to'xtatish kerak desin deb o'ylardim. Mana shu именно mana shu. To'g'ri fikr. Mana siz aytarsizki, masalan, hozir mana bu yaxshisini qoldirdimda, mana uni bir bo'g'im kesib qo'ysam, Mana uni 2 bo'g'im. buni 2 bo'g'im kesib turib, Mana uni uzunroq. tushundim. Buni 2 bo'g'im kessangiz, mana bu yerdan rosa kuchli uzun chiqadi. 2 emas, 3 ta, 4 ta uzun boshini chiqazadigan uzun chiqaradi. Lekin u standart uzun emas. Kasal uzun bo'ladi. Sababi ichiga shira ko'planadigan katta g'uppa, havo kirmaydigan uzun bo'ladi. Ikkinchisi, ozuqa taqsimlanishda keyin mana bunga kam uzatadi. Shuning uchun normalni mana hozir mening agar bag'li yetarli bo'lsa olib tashlang. Yo'q, uzunga ko'proq qolsin desangiz, bedan kesing, bedan. O'sha ayrini bittasi обязательно yo'qotish kerak ekanda. Ayrini bittasi hech qachon o'zini oqlamaydi. Faqat aytibmanki, kuchiga qarang. Mana kuch normal turibdi. Kuch buyilga yetadigan turibdi. Yana yetkiza olmaydi. Shuning uchun mana agar olib ketaman desangiz, mana ko'rdingizmi? Mana u bilan siz aytgan normadagi maza uzunni olaveradi mana. Ham yotishga qiyin bo'lmaydi. Endi Abdulhay, masalan, bitta narsa. Akam ukami bu kishi. Pochchonmi? Pochcha. Haligi kechaga otlarim Tulqinov. Toji Mirza. Tulqinov. Tulqin akam ularimi? Pochcha man qarang. Hammada bo'lgani singari, Maludapa ketganimga 30 yil bo'lgan bo'lsa, men bu bilan to'xtab qoldi demoqchi emasman. Bunga qaraydigan e'tibor odamning o'zi kamayib ketdi-da. Bo'lganicha olyapti. Yaxshiroq qaragan yaxshiroq, yomonroq qaragan ozroq olyapti-da. To'qqa e'tibor yo'q. Nega desangiz, to'qni kesib ko'mmasangiz, har yili 5 yildan keyin umri qisqaradi. 100 yil yashaydigan toq hozir bu yil 45 yoshda shu. Agar bu yil ham shuna qo'ysangiz, 5 yilga yana qisqaradi. 5 yil kamroq, 100 yil emas, 100 ga yashayveradi, hosil bermaydi. Hosil bermaydi. O'zini oyog'iga oladigan bufayka, ustiga oladigan bufaykalar to'plarni o'rniga sovuqda dirg'irab chiqadi-da. Abdulhayga o'zim keramas ekan. Energiyasini faqat o'shangiz. Mana uzun bo'lishi uchun mana qarang, bitta, ikkita, uchta kurtaga mana qarang. Mana shu kurtakka qandni, shakarni aylantirib, qotirib meshaga joyladi hozir. Mana ko'rdingizmi? Mana shu yerda mana shu ikkala boshqa joyladi. Agar siz sovuq qo'ymasangiz, bu sekin yozilib ketadi-da. Yoki hayvon qo'yib yuborgan kuningiz ertasiga indiniga bir hafta kelsangiz mendan chiqazib yuboradi. U to'plagan shakarni prosta chiqazib yuboradi. Yanagili uzumni chiqazib yuboradi. Shu xolos. Meni qayerda kim bo'lishidan qat'iy nazar kesib ko'm deyishimiz sababi shu. To'qni 40 yilda sovuq uradi. Uni qachonligini Xudo biladi. 23 ta bir marta urib bo'ldi. 23-yil bizni bir marta Xudo urdi. To'qni emas, bizni urdi. Xalqimiz och qoldi. Ko'rdingizmi? Tonnalab uzunligiga yashil oldi. Bu yana ham Allohni hech qachon bandasini tashlab qo'ygan uchun yana qaytarib berdi. Endi buni hech qachon unutmasdan kesib nima ketadi? Ketsa bir haftalik mehnat ketadi. Bir haftalik 2 kunlik ko'mish ketadi. Lekin anosiga sug'orib olib, ozuqasini berib qo'ysangiz, ko'rpacha emas, ko'rpani yopin, uyquga ketdi bular. Baridan ozuqa olmayaptimi? Yerdan ozuqa olib uyquga ketdi. Xotirjam uxlagan deb turib, unga hozir o'g'itda berib, kechaga qilgan narsangizni hammasini qilib qo'ysangiz, G'aybullohga jag'imga javob yana 50 tonna uzun.
50 tonna uzum kimni yorib chiqadi? 20 tonna qayda 50 tonna uzum. Boring 50 tonna bo'lsa 40 tonna. Nega? Birdaniga bu ham o'ziga aytayotmanki, shunaqa meni qaydan ushlab keldingiz hozir? Benzavodda oldan keyin. Danqo'rg'onga borib kelayotgan yerimda ushlab keldim. Nega? Men o'zim uchun, sog'lig'im uchun yuryapman. Shuning uchun buni tezlik bilan, zudlik bilan 15 ta kun havo jahon ochiq turadi. 20 ta kun. Prognozga kirib, bu majbur emas. Xohlagan odam xohlagancha qilaversin. Biz davrimiz o'tgan, bizni davrimiz o'tib bo'ldi. Lekin xohlagan odam xohlaganini qilsa to'xta tartib intizom qiladi. Bugun shira bo'lishi mumkin. Borgan aytganda shira bo'l. U shirani yo'li yo'qotish yo'lini hamma oddiy usul bilan biladi. Muzlatib ham qo'yasiz, yo boshqadan qo'yasiz. Buni oson, lekin bugun islom bilan bittani ishlab turib kun qo'ysangiz, mana aytadiki, to'xta mana o'shani deydi beradi. Birinchisi bu, ikkinchisi endi yana agronomni qilib desa, men birinchi qizimiz ekan o'g'lini o'shardi. Yoki birinchi shogird Alisher o'shardi. Nimaga dendi? Nega buni tagida ajratdi? Ajrak sizlar uchun nima vazifani bajaradi bilasizlarmi bilmaysizlarmi, Alisher aytib qo'yishim kerak. Ajrak yerni haqiqiy bo'ladi. Bizni madaniy begona narsa bizga. Bu nima qiladi? Nonni yeydi. Siz bergan ozuqani teppa-teng yeydi. Teppa-tengidan ham ko'pini oladi. Natijada tog'ni nafas olishi nimaga tok zo'r, lekin mana kurtalarni sof, chiroyli ishlab ketish uchun pastdagi ildiz ishlamaydi. U ishlamay qo'yganiga allaqancha yil bo'ldi. Ilgari G'aybullo davrida men davrimni maqtamoqchi emasman. Men raislik qilib ketganimga ham agronom hozir ham orqamga qarab Xudoga shukr deyman. Xalqimga yomonlik qilganim yo'q. Yoki bo'lmasa mana bugun o'shani xalqni mana oddiy o'rtasida ishlatish uchun yorish kerak. Men sizga tasanno 2 kundan beri sizni qayda bo'lsa maqtayapmanki, ana shu Samsungni doda qilib ishlatgansiz. Chunki mana o'simlikda mana ildiz turibdi, yo'g'onlik. Bu ushlab turadi. Mana bu o'tkazuvchi ildiz emas, bu ushlab turuvchi, o'tkazuvchi ildiz. Mana bu so'ruvchi ildiz o'rtada turibdi. Tojimiz ekani oyog'ini tagida turibdi. Pochchani oyog'ini tag. Sizlar to'g'ri qildingiz. Ana shuni xalqqa yoyib qilish kerak. Ilgari G'aybullo davridagi nimalar texnikalar yo'qolib ketgan. Ana shuni qilib bersangizmi? Oh dedi, Xudoga shukr dedi. Olgan mana bu ajr sizni oldi. Odamlar ho'lga o'ynab kelib turib managa tashlayapti. Bu chirish prosesida issiqlarni chiqazib tog'ni kuldiradi. Mana shu yozgacha bu yerda yozda iyunni 1-iyungacha bu yerda nam bo'ladi, ajra bo'ladi, aytadiki, harom ildiz borki, patak ildiz. Ilgari men urishardim-ku, tagini kavlab tashladi. Sababi halgi tog'ni oldi edi. Davay do'stim dedi. Men senga ozuqani beraman, qilaver dedi. Gullab qil bo'lganda ikkinchisiga yetgandan keyin yozda meni quriydimi? Ozuqa ham quriydi, o'zi ham quriydi. Natijada uzum mayda bo'ladi, natijada kasallik uzum bo'ladi. Kasal bosgan. Ha, yerdagi pastdagi ozuqa ishlayotgan bo'lsa-chi, hoyvor deydi-da, turinsin ham uzum. Turinsin ham bir xil bor. Asminan teppa-tep bir xil 300 grammlik uzum kerak xolos bizga. Toyfini qo'yib bersangiz 8 kilogacha, bitta qo'sh 8 kilogacha bo'lishi mumkin. Lekin qo'yib bersangiz bizga yaxshiga sotadigan toza uzum kerak. Shuni bilib turib, mana shakli shamoyli nimaga yumaloq qolyapti? Qo'rqqanidan, stress holatga tushib qolganidan qo'rqib yumaloq. Ha, ana. Nimaga har hafta dorini sepib Alisher akam, Abdulla akam ana nimadan olib keldim deb turib, dumlatni ursangiz Abdulazizdan. U kallasdan chiqaza olmaydi. Natijada nima qiladi? Bora, nima kerak bu menga deydi-da, u ham. Shuning uchun kesib bir payt Muhammadqulov bo'lgan brigada. Agronom, siz aytaverar ekansiz, mana kesmagan yilimiz ko'p bo'ldi. Gap yo'q-da. 5 yildan ko'rishamiz deganman-da. Nega? Kesmaganingiz hisobiga mana sinmaydi, ezilmaydi, ozgina bo'lsa ham ko'p qiladi. Lekin bu qarish jarayonichi, qarish. Orqaga 5 yil ketyapti-ku. Shuning uchun tok sizga 100 yilga kerak. Avlod ajdodingizga qoldiraman degan odam shuni qiladi. Yo bu yilga yana yilga olib ketaveraman desa boshqa. Shuning uchun bu Xudo bergan ilohiy ekan bizga. Shu Gulshanga xush kelibsiz degan joyga meni fikrimda tog'ni maketini chizib, tagida odamni yalaydigan holatda haykalni o'rnatish kerak. Nega bu ilohiy ekan? Bizga Xudo Alloh tomonidan beryapti qishloq. Ha, o'lma. Mana shu bilan 50 yil oldin oddiy bitta kambag'al qishloq edi-da. Sizni dadangiz lotereya Qizil Moskva cho'galdi. Har kuni to'tulpat ketdik shaharga tushib toy chiqqanlik deb. Ha, bugun hammada mashina bor.
O'ylarni qarang, to'ylarni qarang, farzandlarni o'qiyotganini qarang. Hajlarga kuni kecha sizni Shermat Ergashevga boshliq 60 ta odam hajga pul bo'lmasa qanday ketadi? Iloho qilayotgan ishlarimizni hammasini shunaqa yaxshilik Yana bitta bering, savol. aytavering. Banuni lopatgada chopayotdik-ku menimcha. Aha, Samsungda ashchekka bilan mashchekkagacha hammasini choptirib chiqsak. doda bo'ladi. Yo'da bo'ladi. Faqat 30 santimetrdan chuqur emas. 30 mana siz 30 santimetr rosa lopatkada ikkita chopsangiz shuncha olasiz xolasa, undan chuqurga tushsangiz uni kesish kerak. 7 yilda bir marta kesish kerak. Buni. 7 yilda bir marta kessangiz plantajni 1 metrlik puli bor-ku. Shunda yorib kessangiz, mana bu tomonga odarsangiz 40da 40 yangi ildizni otib sizga 6 yil xizmat qilgan. 7 yil deyishimiz sababi shu. Siz har yil 40 tashlayversangiz, u pastdagi ildiz ham, tepadagi olgan oziq ham hammasi bo'lib turib, halgi joyi jarayonni tiklashga boradi. Men shuni choptirmoqchi edim. Yo'q, choptiring. Unaqacha Samsungda emas. Oddiyroq, kichikroqda choptiring-da. Sababi mana pastdagi ildiz 30 santimetrdagi hech narsa qilmaydi olib tashlasangiz. Lekin pastdagi ildizlardan ketishni boshlasa, o'shani tiklab olay dedi-da, uzunga ham bermaydi. Oldin jarohat tiklay dedi-da, topgan ozigan hammasini o'sha beradi. Men halgina qilib manetini kesing chiroyli deyapman-ku, mana nimaga? Mana shuni tiklash uchun ketaveradi. Shuni qoplash uchun ketaveradi. Shuning uchun to'yni bilaman degan odam yutkazadi. Men masalan shu sohaga kirgan bo'lsam, mana biz ham o'rganganmiz, kirganmiz, kelib har bittaga Maldipaga 5 qo'yib, Asudapaga 4 qo'yib, qolib nimaga? Meni shogirdlarim mana oddiy anada G'ulomjon aka bor, soqol uzun odam-a. Bir kun Sotarashonda aytayapti-da. Xotinim deydi, bolalarga dalaga ketayotgan bo'lsa, yo xomtoqda yoki kesishga ketayotgan bo'lsa, G'aybullo aytganda qilib keskin. G'aybulloning ketganiga allaqancha yil bo'ldi, qaydan deb aytib beradi-da. O'zi maqtash uchun aytayotganim yo'q, odamlarning miyasida qolgan. O'shaning uchun zapas kesing, o'shaning uchun hayot uchun kurashib, to'yni yoshartirib, normallashtirib keting. Ba'zi birlar o'ta yalan qilib yuboradi, kasal bo'lmaydi. Nimacha uzun qaydan oladi uni? Ertaga yoshartirib, takasaltan qilib G'aybullo tekshirib kelganda zo'r deydi-yu, lekin uzun yo'q-ku. Bu uzunda iflos xarakteri bor. Bermasangiz yemaydi ham, ichmaydi ham, o'zini boqib yuradi. 4 kishi ishlasangiz 4 kishilik beradi. 4 kishi. Ha, otangiz kishi ishlasangiz 10 kishi. O mana simni qarangda, mana simma, mana 4 ta simma. Aka, bu sim bilan bu sim orasida 4 toni uzun joylanish kerak. Ko'tara olgan. Endi biz hozir nomiga pastinkani. Kecha Abdulla Xursand qildi 5 metrga kamaytiryapmiz. To'g'rimi, Abdulla? Siz aytingizmi? 5 metr. Bugun nima uchun Dekanobod xalqimiz yoki boshqa xonadonga hojiylar nima uchun xonadonga qilyapti? Shuni orqasidan daromad bugun shunday. Boshqa zavodimiz yo'q, fabrikamiz yo'q, borib keladigan ishimiz yo'q, oyligimiz yo'q. Shuni o'zi bugun Xudoga rahmat deyish kerak. Davlatga bermay, solig'ini vaqtida to'lab, qancha olsangiz olyapsiz. Bundan ortiq baxt hech qayerda yo'q. 38 da savxoz bitta gulshan qolgan. Boshqasi hammasi odob bo'ldi, basar. Oxunbobo aytgan ko'ring. Ulardagi sizot suv ko'pligi uchun. Suv ko'pligi uchun ekan. Bizda ham suv to'yini aynityapmiz. Nimaga? 15 kunda o'chirtim keladi. Yo'q. Men Abdullaga aytdim. Qishda 3 marta sug'argan, dekabrda, yanvarda, fevralda bittadan bir oyda bir martadan sug'arib qo'ydim, 30 ton o'zim oldim. Hech narsa qilmay 30 ton, ha. Sug'orma qo'ydi. Keyin pishganda keyin sug'aradi-da, pishganda. Ha bizdacha bahorda qo'yadi. Bahorda buning uchun qizdirib, haydash o'rniga suv qo'yamiz. Qanchalik qizdirsak, kurtak o'rganadi. O'rganmasa buni iflos xarakteri mashadagisi, boshdagisi o'rganadi. Qolgani turaveradi. Ikkitani o'rganadi-da, sizni oldaveradi. Pastda yalang'och ketadi. Shuning uchun qilish kerak har bitta simga mo'ljallab. Abdullaga o'rgatishi ham kerak ekan. Abdulla o'zi olim bo'lib o'tdi. Kecha patan berdim Maldaka. Ilohim mana sizlarni oldingizda yana beramanki, shu shogirdga Alloh yo'llarni ochiq ravon qilgin. Mana shu brigada, mana shu Dekbara, mana shu Usmonobod deymizmi? Qayerga borsam juda shu toshni rivojlantirishda, bog'dorchilikni, g'aylanini, shoptalini hammasini mukammal bilimga ega bo'ldilar. Alloh o'zi qo'llaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizda bo'ladigani shu Abdulla. Savollar bo'lsa, bilib bo'lmaydi. Uzun boshdan pastga bargini olish. Ha, bitta narsa. Mana shu uzunni nima ajramasasini kelishib oldik. Ajrani bu yil hozir ola olmaysizlar. Buxorda sekin turib olib tashlaymiz. Sababi na primerga bittasini qoldiring, bittasini olib tashlab turib hosilni solishdi.
Bu nafas yo'lini to'syapti, bo'g'yapti. Har qanaqa. Bir pat Qosim taqsir tanırdingizku, og'aylar men bilan teppa teng solishib, agronom mana ajrim bor joyda turibdi. Nimaga turibdi? Nam saqlar ekan, to'g'ri nam saqlaydi. Lekin u befoyda nam. Keraksiz nam. U namni qochirib bahorda qizdirish kerak paytda biz ajratib berib qo'yamiz. Namni ushlab turadi. Ajratib berib qo'yamiz-da. Ikkinchisi barg masalasida barg nima vazifa bajaradi? Barg o'pka, nafas yo'li. Deb nafas olsam oyoqgacha boradi. Mana shu uzungacha bo'lgan bargni olib tashlang. 1, 2, 3. Mana uzundan keyin qolgan barg tursin. Ba'zi bolalar bittadan oladi, bittadan qo'yadi. Yo'q, aka tegma tursin. Sababi mana bu pastki paytida havo mana ajri hisobiga nafas olish qiyinlashyapti-da. Shuning uchun biz pastligini olib tashlagan havo yursin deymiz. Havo yurishini olib tasha deymiz. Xohlang oling, xohlang olmang, u siz vazifangiz. Lekin havo beda mana ajri yerdan chiqadigan kasalliklar hech qachon yerdan kasallik chiqmaydi, o'tdan chiqadi. Sho'ram, boshqa narsa ham hammasi o'tdan chiqadi, ajradan chiqadi. Shuni havo nima dedi? Normal olish uchun aytamiz. Xohlang oling, xohlang, uni zarari yo'q. Lekin Uzungacha bo'lgan foydasi bor. Foydasi bor, uzungacha bo'lgan. Uzungacha bo'lganning foydasi o'sha bargam ozuqa yedi-da. O'shani mana yedi. Shu bizni yutug'imiz. Ozgina bo'lsa menga yordam bo'ladi. Xohlaysizmi, birinchi simdan shuni ko'tarib turib hozir dangillatib uzun olib berish mumkin. Kalta kesib. Lekin u standart uzun hech kim olmaydi. Aytdimki, boygacha bittasi bir kun tomondan bittasi ko'tarib keldi. Uzun zo'r. Ichi to'la kasal. Beshingga solaymi dedim shu bilan. Menga o'xshab oylikchimisan? Necha kishisiz desam, er xotin yarim gektar kutimiz dedi. Soldim men ularni. Eplab kutmaysanmi deb turdi. Esdalik bo'lish uchun. Hozir o'shanga bir 10 yil bo'ldi. Bugun nima dedi? Aka rahmat dedi. Men buni maqtash uchun aytayotganim yo'q. Qishlog'imizni boqayotgani uchun aytyapman. Boqyapti. Shuni aytamanki, ilohi arablar tuyasi bilan bitta xurmosiga shukrona keltira olmaydi. Shunga shukrona qilib qiladi. Ha bizda bu noz ne'mat. Shuning uchun ko'p gapirgan bo'lsa uzr. Lekin qanday kesayotgan bo'lsangiz maldapa juda chiroyli. Yaxshilab ketadi. Kelin bilan, qizingiz bilan kimdir faqat bitta iltimos tezlatinglar. Kesish niyatda ko'mish. Ammo nima bo'lsa majbur emas. Men havola o'zinglar. Lekin mana shuncha yil 10 yil saqlabsizlar. 10 yil degani bu katta narsa. Yubileyni qilinglar endi kesib qo'ying. Shu yilni o'zida o'zgarmasa, g'aybilloh ahmoq ekansan. Shu yilni o'zgarib qaytarib sizlarga tog'ni o'sha 25 tonna 50 shu Gulshanga o'xshab kelgan joy 10 gektarlik-da. Shuni qilganimda ikkita seksiya urardim. 250 tonna degan. Bu degani gektardan 25 tonna 30 tonna uzum olardi-da. Mayli undan ham ko'p olyapgandir hozir, lekin sifatli uzum yo'q. Yerga toyfir ro'zoviy pushti rang. Men shu yil jiyanim olayotgan joylarga bordim. Birorta uzum rangi yoqmadi. Birinchi yoqqani yumaloq. Rangi yo'q. Rangni berish uchun bugun bering rangni. Rangni ana beryapsiz. Go'ngga qo'shib ammo fosfor beryapsiz. Fosforli o'g'it qizartiradi. Fosforli o'g'itdan kim ko'p bersa, kaliy ko'p bersa qizartiradi. Kaliy mashtoqligi bir piyala taqsim. Bir piyala norma. Agar ko'proq bersangiz zarar qilmaydi. Ozroq bersangiz xafa ham bo'lmaydi-da. Lekin norma. Yeyish shart har yil. Shartligi oshni tuzsiz yemaysiz-ku. Shart. U kaliy kimdir u yo'q. Kaliy topilmay qolsa uydagi kul turibdi. Kul tarkibida ham azot bor, ham kaliy. Misolda uni yo'li-ku. Uni berish kerak. Bermasa bo'lmaydi. Kaliy mana vazifasini kecha Abdulxoy aytdim, yana aytaman. Agar kaliy yetishmasa bug'doy tikka turmaydi. Bu mana beli skeleti bo'lmaydi. Paxta agar kaliy yemasa chigitni qotmaydi. Chigitni orqadan teshilib qolaveradi. Uzun kaliy yemasa donaga qotmaydi. Donaga kila bosadigan, tarozi bosadigan bo'lmaydi. Qizarmaydi. Mana shu. Shuning uchun bering. Ikkinchisi qizdirish, ichini haydash. Bu 4000 gradusda pishadi. 4000 gradusda qachon olish mumkin? 4000 gradusda olish uchun yozda g'irras issiq kuni 1-iyundan boshlanadi. May oyida ozgina oladi. Iyunni 40 gradus kunduzi bo'lyapti. Kechasi 20 bo'lyapti. Ikkalasini qo'shsangiz 60, ikkiga bo'lsangiz 30.
30, 10 yerriki 20 kuniga olyapti. 100 kunda 2000 gradus olyapti. Qolgan qaydan oladi 2000? İçini çizdilasangiz oladi. Oltingiz sepsangiz oladi. Shuni hisob 4000 gradus olgan uzum siz ortiq fabrikada Yunusobodga uzumlar borsangiz 25 gradus shakar chiqaveradi. 25 gradusda shakar to'plagan uzum 25 gradus sovuqqa ham chidaydi. 3 gradusga chidamay. 3 gradus emas, 1 gradusga chidaydi. Ana shunaqa gaplar. Qalamchi qiladigan kim bor? Qalamchi sizlarga kerak emas. Hech qilmaydi. Bo'ldi. Siz mana Mana shu yerda Ha. masofa borki mana masalan Masofa, 1 qarishda 3 ta turibdi. Aha. Hozir mana shu bitta zapas 2 bo'g'im kesib mana ikkalasini nimaga kesiladi mana shuni? 9 bo'g'immi 7 bo'g'imdan kesiladi menda shuni. Mana Bittasi qorazang. bundoq. Abdulhay. Hmm. Bugun mana shu hamma narsani zararligini o'ylaymiz. Lekin bizga yana yilga 50 tonna uzum berish uchun nomer 1 vazifa demak 50 ga olish, ha? 50 ga olish uchun mana uni ko'paytirish kerak. Novdani ko'paytirish kerak. Yo'q, aka, mana shuni standart uzum qilib ber desangiz, men bundan baqini olib tashlayman. Mana shuni olib tashlaymanda, mani boriga qoldiraman. Yoki bo'lmasa, buni olib tashlab turib, buni olib tashlab turib, mana uni o'zini qoldiraman mana. Lekin sizga bugun nima kerak? Uzum kerak. Mana shu ikkalasidan ham mana zapasdan bitta chiqazadi, ko'rasiz, chiroyli qilib, ha? Mana bu nimaga? Uzum mana. Ko'rdingizmi? Mana buni ham ko'ring mana. Mana shu ham nima kerakki bor? Zapasni kesaman mana. Kesib nima qilib bo'lsa mana. Ko'rdingizmi? Zapas buni ham chiqadi. Mana buni ikkalasini normalni uzumga kesaman mana. Xohlagan oldin tagman pastagini kesib olib, ha mana. Keyin buni, ha. Mashina mas o'tibdi emasmi? Qaysi? Mana shu o'tibdi, mana qarang, men sizga aytyapman. Mana bitta tutda novdani sanang. Mana novdani qilish uchun har bittasi 3 tadan 4 tadan ortiq qila olmaydi. Mana hozir mashina normal qarang shunda 3 ta. Buni hozir olib tashlasangiz hech narsa yutkazmaysiz. Nabrot bitta kosadagi ovqatni mana ular ko'proq yeydi. Lekin uzum yo'q. Mana sizga standart 2 yosh 3 yosh uzum yo'qda. Yo'lga qoldiring. Yanagiga nima qiling? Yana ko'paytirib qilaveradi. Tushundim uni. Mashinada mana 7 ta ko'z turibdi. Aha. Manunda ham 5 ta. Bo'ldi. Hop 13 ta, 12 ta deylik. Ha manunda ham yana 5 ta bo'lsa, u 3 ta bitta mana joylashib degan narsa bor-ku. Bitta narsa. Xo'p, mana Abdulhay. Mana shu tipni o'zini sanang. Sanaydigan mana shu novdani sanaydigan mana shu tipdagi mana shu. Mana shu tipdagi novdani sanaydigan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ta. 20 tami? Ha, 20. Rosa 30 ta ekan. Mana shu yoshga 30 ta novda yo'q. İşte dengizini halsiz ko'payib ketadi degan. Ko'payishi to'g'ri, lekin eplab joylaysiz. Sizga uzum kerakmi? Joylasangiz. Ha, o'shaning uchun men agar uni standart qilib qiz bolani sochini taraganda qilib qo'yadigan bo'lsam, mana shu 20 tada boring ana 20 yosh uzum bo'lishi mumkin. Boring 20 tada 3 yoshdan bunday hisoblaydi degan, hammasi ham beravermaydi buni. Bittasi berma qilish. Ha, o'shaning uchun menga 50 ta novda qo'ying, 50 kilo uzum qilsin. To'g'rimi? Masalan, 3 ta bittasi bashi o'zi 1 kilo qilish uchun 3 yosh uzum bo'lish kerak-da. To'g'ri, mana. Mana u yerda. Hozircha bu yilga aytaymanki, hamma narsani ko'zni och kesasizda, Rabil aka aytganini qilar ekanman deb turib, 50 tonna uzum bo'lish uchun bu yilga ko'proq kesasiz, uzunroq kesasiz. Yana yilga yana moslab olasiz. Sekin ravay yoshartirib ham shu. Mana bular davlam tugagan. Lekin ko'rasizda, ilojsiz berib turibdi. Bularni yoshartirish yo'lini mana bu yilga mana uni bekorga qo'ymadik, ha. Yana 2 yilda bu mana uni o'rniga o'tadi. Yoki 2 yilga mana bu qo'shiladi mana. Aytdimki 4 ta novda yo'q-ku qoraza. Nimaga qanibadi 4 ta qoraza? Ilgari biz nimaga men ketib xato qilgan emasman. Prosta kesishda kimdir kayfiyat yoki ayollar mana maldipamki xo'p shunga vaqtini ajratgandir. Hozir yosh kelinchalik kesyapti, bolasi yig'lab turganda sizni bu zapasingizga qaraydimi? Shirr ikkinchisidan uradi. Tagida buzum qilmagan Attashadi. Ha, yoshlar unga kerak emas-da. Bolasi yig'lab turibdi, yo hayvon, yo uyda ovqat qilish kerak. Bugun bir rat kessam bo'ldi dedi, shar ketadi. Birinchi qiladi. Ha, shu bilan tamomda-ki. Ha, bu bilan mana unda parallel yo'qotish ovqatni tez taqsimlash yo'q-da.
xohlagani oladi, kattaroq manalar ko'proq oladi, qolgani nimjon bo'lib qoladi. Shuning uchun buni oldin parvarish qilib olaylik. Mana siz berayotgan o'g'itni olib, gul o'zgarmasa aytasiz. O'zgaradi. Shunaqangi o'zgaradiki, yana yilga aytadigan tonnani oladi. O'shadan turib siz boshqaradigan bo'lasiz. Pastdan turib, oho, pastga alohida yo'l qilmasa tashib chiqish qiyin bo'ladi. Xuddi shu holatga iloho mana shu niyatlarimizni Alloh ijobat etdi. Ko'pga bergan seni dargohing. Hech qachon kamayib qolmaydi sen. Alloh yana yilga shedan 50 tonna o'zini niyat qildingmi? Alloh o'zing qo'llab-quvvatlaydi. Buning uchun sizlardan sabr, toqat, ozgina mehnat. Bu mehnat ular siqiladigan, bir-birini urishadigan emas, rohatlanib, maza qilib kesadigan. Mana qaychini doda qilib berib hammalarga chiroyli qilib kesib, maza qiling. Aldapa bo'ladimi shunaqasi? Bo'ladi. Boshqa gap yo'q. Ilgari inson qilib yurgan narsa bu. Judayam rahmat. Yo'q, men aytdimku, bu hali o'zim maqtamayman. Men bu ilmni qayg'ab ketaman. Yoki bir payt ashada Burgutalaga kelgan hokim qo'lini do'ldirib ketgan. Yig'layapti, azonlar boshqalar yig'layapti. Men ham yig'lasam, "Ey, yigit yig'lama, yig'lama" deb turib, aka majbur kesganmiz-da. Keyin shu bilan to'q yangilar. Ha bir 15-yilgi voqeani aytib berdim. O'zi to'playotgan o'g'limga 30 mart kuni, 30 mart, ertaga 1-aprel prezident saylovi. Qo'qonda shaharda eshitaman, svet o'chmaydi. Ishga sal dam bo'lib qoladi deb turib qildim. O'sha kuni bizlar endi ochib ketganmiz-ku. Qor 40 santimetr qor berdi. Ertalab tursa 40 santimetr. Hamma g'arbilarga to'g'ri boradi, e'tirof taraf qo'yganlarga sovurib ketdi. Biznikini o'sha yil ham 8 tonna uzum berdi, yarim gektar. O'shalar odamlar aytdiki, g'arbilar yangi kelinlargacha ko'mdirgan ekan. To'ppa-to'g'ri kelinlarga olib ko'mdirdim dedi. Nima deysiz? U xudo asragan, qor sovuq bosib turib, ha, o'shada. Avvalo yaxshi niyat qilish kerak. O'sha yili siz aytmoqchi ustiga turpag'on tashab chiqqan odam. Ha, odamlar pulonga solibdi, turpoq tortdi, idda qilib bo'ldi. Shuning uchun xudo Xudo beraman deb ha, xudo hech qachon bandasidan qarzdor qolmaydi. Bu yil mana shu niyat qildingmi, beradi. Xudo xolasa qarab turibsiz. Alloh kuch-quvvat qo'llashsin. Mana. To'g'ri, masofasi qancha bo'lishi kerak? G'ayb, ha, Mana mana shu yerda 1,5 metr, mana yerda 2,5 metr turibdi-yu. xuddi o'sha 3 ga 3 ekkan. Sxemani любой bilan tortishganmiz. 3 ga 3 ekkan. Sabab 1,5 metr aqi yuradi, 1,5 metr baqa yuradi deb turib, shu niyatda qilganmiz-da. Bu hozir ham xatoyim yo'q. 3 metrga ektirganimiz sababi shu. Bitta men emas, davlat standarti bo'yicha ekkanmiz-da. Endi vino sortlarni orasini sal toraytirgan. 2 ga 1 ga. Bugun ham hozir toifa 3 ga 3. 3 ga 3 ekish kerak. Normani qora zayni qiladigan o'zingiz. Ba'zi birlar shunaqangi gektarni ichida havas qiladiganki, ro'tta qora zayn yo'q. Aldapa shu yilga chiqqan shu yildan qo'yapti-da. U uzum emas u. U standart uzum emas-da u. Shuning uchun mana qora zayn ko'proq, qora zayn bizda. Qora zayndan qo'rqmaslik kerak. Yangilab yoshartirib, manaqasidan qo'yib ketiladi. Nimachi Parg'ama bu o'ydagi eng dangasa bo'ladi. Otasidan ozuqani pullab turadi-da. Keyin o'zini qo'yib qo'ysangiz, u o'qildiz otmaydi. Turaveradi, papaldiz bilan turaveradi. Shuning uchun birovga beradigan bo'lsangiz ham parg'amani o'rniga mana qalam chiqadi. Parg'ama ko'chat degani u dangasa. Boshligidan tarbiyasi buzilgan bo'ladi. Shuning uchun uni ko'paytirish mumkin. Siz yo'q anoni o'rniga beroq olib kelish mumkin. 1 metr qo'sh. Yoki boring zerikkanlar manaqasiga qilib, mana o'rtasiga ham ko'chat qilish mumkin. Lekin uni men tavsiya qilaman. Nega 3 metr? Quyosh nuri parallel tushadi. Asli bo'lmasa manaqasiga ekish kerak. Lekin endi o'sha paytda kolxoz, sapot bitta bir ayblov emas, mingta odam boshqaradi. Hozir ham yutug'imiz shu. Albatta to kechgacha tegadi. Hamlarga to'g'ri. Kamchilik topsangiz, birov kamchilikni topish. Lekin kamchilikni yig'ishtirish kerak-da, bilimingizni, ilmingizni, boyligingizni tiqib boy bo'lib yashaylik. Bunaqa zamon qachon keladi? Maza qiling. Ularni mana o'ylaringizni ko'rdik. Ovullarni ko'rdik. Juda chiroyli maslahatlarni berdik. Rahmat ilohi o'shalarda baxt, saodat topilma, farzandlarning baxtiga tinch bo'lsin. Bizdan bo'ladigan shu maldablar. Boshqa gap so'zlar bo'lsa, ona bemalol yana erkalik qilib, hada bu odam kelaverar ekan deymang. Yo'q, meni ko'p, xaridorim ko'p.
Xaridorimiz-ku. Ashno bilmagan o'rganga yaxshi. Ana vinzavodga qarab o'sha Yankorongacha borib kelaman. Yo'lda ketasam birortasi to'xtab so'rasa, ko'rsataman. Aytaman. Aytaman. So'ramasa indaman ketaman. Ketaveradi. Qo'shuvni qilib olaman deb ketaman. Kerak odam foydalansin. Foydalansin. Hayot shunaqa. Xudo umringizni Rahmat. ziyoda Iloho, qilsin. iloho, iloho askingiz kelsin. Hammamizga birga bersin. Alloh to'ylarda birga maqtanishib, mana shunaqa shogirdlarim borda maqtaninglar. Rahmat, rahmat. Tinchlik bo'lsin. Tinchlik. Qarasang, Aha. tagida mashindan mashinaga novda yo'q. Yo'q. Bitta qarasang, uchida mana shu surib turibdi. Nima qilinadi? Buni gulcha olasiz. Gulcha olasiz. Ana Buni yoshartirasiz. Yo'q, agar buni mana yerdan yashartiraman desangiz, mana yerdanmi? Mana mashinadan barchadan yangilayman desangiz, yerdan bitta arra toping. Qaydan xohlasangiz arra toping. O'shadan yangi novda chiqadi. Ozgina bir marta arrani yurgizib qo'ying, o'shadan chiqadi, shu bilan yangilaydi. Sinovdan o'tkazdim mana hali Ha, daraxtni ham, olmani ham bir teshedimda urib qo'ysa novda berdi. chiqmagan tomonga teshini urib qo'ying. Arrani shuna bir saklang, o'sha chiqadi.